Qasoskorlar qiyomat kuni filmi yaqinmi, uzoqmi, umuman bo'ladimi, yo'qmi? Mana shu haqida bugun siz bilan gaplashamiz. O'rtoqlar, yaqindagina biz petitsiyani yo'lga qo'ydik. Petitsiya nimaligini tushunmagan hamyurtlarimiz bor ekan. Petitsiyaga qo'l qo'ydim degani, petitsiyada 10 mingta ovoz yig'ildi degani, bu film avtomat ravishda, avtomatik tarzda o'zbek tilida chiqib qoladi degani emas. Bu lekin qo'limizda hujjat bor degani, rostakam isbot dalil bor degani, что вот o'zbek tilida biz ko'rishni xohlayapmiz mana shu filmni va dublyajini biz qo'llab-quvvatlaymiz обязательно degan narsa. Oxir oqibat erishdim mana shu narsaga. Menga qo'ng'iroq qilishdi, qo'ng'iroq orqali gaplashdim. Maksim Kolodkin degan Askar Sinemani kontentni boshqa tillarga o'girish bo'yicha mas'ul, globalizatsiya bo'yicha mas'ul bo'lgan xodimi bilan gaplashdim. Bu odam ozgina ma'lumotlar berib o'tdi. O'rgimchi odam bo'yicha birinchidan. Aytishdiki, bu eksperiment tarzida qilingan narsa va bu Sonyga imенно mana shu Maksim Kolodkin orqali chiqilgan inisiativa, ya'ni tashabbus. Mana shu Maksim degan akaga rahmat aytishimiz kerak, chunki o'zbek tilida bo'lishi uchun harakat qilgan va tavakkal qilishga Sonydagilarni ko'ndirgan inson mana shu odam bo'ladi. Va o'rtoqlar, bu odam o'zbek tilidagi seanslardan nima kutganini, o'zbek tilidagi keladigan daromaddan qancha foizlar kutganini menga aytib berdi. Ya'ni o'zbek tilidagi seanslar umumiy yig'ilgan summani 50% tashkil qiladi deb kutgandim, dedi menga. Biz hozir 11.5% yig'ganmiz. Endi birinchi kunni hisobida. Birinchi kunni faqat menga ma'lumotini berishgan. Umidlarni oqlamagan holda 11% yig'ibmiz. Lekin men aytdim, seanslarning soni noto'g'ri taqsimlangandi. 88% ga 12%, 88% rus seanslar, 12% o'zbek seanslar bo'ldi desam, u odam menga tushuntirib berdiki, organika degan narsa mavjud dedi. Ya'ni talab qancha kuchli bo'lsa, o'shanga qarab kinoteatrlar bu filmni pokazini ko'paytirishi mumkin ma'lum bir tilda. Ya'ni bizni o'zbek hamyurtlarimiz, vatandoshlarimiz o'zbek tilida men ko'rishni xohlayapman deb talab qilib borsa, o'zbek tilida kinoga tusha olmay qolganlarni ko'pligini ko'rishsa, shunda ular seanslarning sonini ko'paytirishadi. Ya'ni zallarning sonini ko'paytirishadi. Shunaqa bo'lib, biz 50% natija ko'rsatishimiz mumkin bo'lgan ekan, lekin ularning aytishicha mana shunaqa bo'lmay qolibdi. Endi men ham yaxshilab o'ylab qaragan holda aytdimki, birinchi kundan 50 ga 50 qo'yish kerak edi unaqada. Seanslarni 50 ga 50 qo'yish kerak edi. Shunda haqiqiy ob'yomni ko'rgan bo'lardik. Bo'g'ilib qolgan ob'yomni emas. Bu narsani hali yana bir obsudit qilamiz deb men u odam bilan gaplashdim. Chunki ko'p narsa ko'zdan qochirilgan holatda yetib kelyapti. Va o'rtoqlar, agar siz mana shu o'zbekcha dublyajı bor filmni rus tilida ko'rishga tushgan bo'lsangiz, tabriklayman, siz mana shu o'zbekcha dublyajlar chiqish sonini kamaytirishga katta hissa qo'shyapsiz. Sizga katta rahmat. Umuman rus tilidagi filmlarga, rus tiliga dublyaj qilingan kinolarga kinoteatrda tushayotgan ekansizlar, sizlar o'zbek tilida dublyaj chiqmasligi uchun yaxshigina hissanglarni qo'shyapsizlar va o'zingizlarning mablag'inglarni ham topshiryapsizlar bu narsa uchun. Shunday ekan, yaxshilab o'ylab qaranglar, kelajakda nima, qaysi tomonga qarab ketishni xohlaysiz. Agar rus tilidagi dublyajlar ko'proq bo'lishini xohlasangiz, marhamat, kinoteatrlar siz uchun ochiq. Agar o'zbek tilidagi kinolar ko'proq bo'lishini istasangiz, o'zbek tilidagi seanslarga tushishga harakat qiling va ko'rsating talabni. O'sha kinoteatrlarga borganda, "Voy, zal to'lib qolibdi, qaytib ketdik" degan narsa bo'lyapti. Mana shu qaytib ketgan odamlar qaytib kelmayapti keyin kinoteatrga. Mana shu narsa ham inobatga olinmayapti. Imkon qadar o'zbek tilida kinolarga tushishga harakat qilishimiz kerak, o'rtoqlar. Va ikkinchi muammo, bu muammoni bizga kommentariyda ham hamma yozib yotibdi. Hamma biladi bu muammoni. Shaxsan men bu muammoni hal qilishga ham harakat qilib yuribman, ozgina izlanib. Kinoteatrlarning yetarli emasligi. Bizga aytishdiki, har bitta viloyatda kamida 15 ta zal bo'lganida edi. Qani edi deyishdi distributorlar. Bizda afsuski bitta viloyatda 2 ta zal bo'lsa ham xursandmiz. 2 ta zal bo'lsa agar kino ko'rsatadigan, xursandmiz. Viloyatlarda yo'q kinoteatrlarimiz va xudo xolasa yaqin kelajakda men o'zim shu sohada yuribman. Kinoteatrlarni viloyatlarga ham olib borishga harakat qilamiz.
o'rtoqlar. Mana shunaqa muammolar yuzaga chiqyapti. Bizda hozir kinoteatrlar kam viloyatlarda va o'zbek tiliga tushishlar soni kam. Rus tilida ham ko'rib ketavergan degani bu o'zbek tilida yashaydigan, o'zbek tilini biladigan odamlar borib rus tiliga tushdi degani bu narsa. Endi qasoskorlarga keladigan bo'lsak, bizni qasoskorlarga bo'lgan ulkan qiziqishimizni hammasini biz yig'ib ularni oldiga olib borgan lashkarimizni ko'rib, ular oq bayroqlar ko'tarib iltimos bizga emas, biz aytganinglarni qilamiz, faqat bu tomonga qarab yuringlar deb bizga yo'l ko'rsatib yuborishdi. Xullas o'rtoqlar, Askar Sinema tayyor bu filmni o'zbek tiliga o'girib berishga tayyor. Undan muammo yo'q. Faqat bu narsaga Marvelni o'zi qiziqish bildirish kerak o'rtoqlar. Mana shu narsada qoldi. Men qo'limdan kelgancha harakat qildim. To'g'ri yo'l bo'ylab o'sha marragacha olib keldik endi bu narsani. 10 mingta petitsiyada ovoz ham yig'dik. O'sha Askar Sinemaga yozdik ham. Oxiri Askar Sinema chiqib bizga aytdi ham, o'sha biz jonimiz bilan qilib beramiz. Mayli, va shu qilamiz shu narsani. Faqat bu yana ham chuqurroq do'g'ir bo'lish kerak deb menga tushuntirishdi. Ya'ni o'rgimchak odamni o'zbek tilida olib kelish uchun 1 yil harakat bo'lgan o'rtoqlar. 1 yil. Endi ertaga dekabrda chiqadigan, mana ertaga chiqadigan deyarli kinoni o'zbek tiliga o'girish uchun biz realni qiziqish bildirishimiz kerak. Rosta kamiga o'zbek tiliga qiziqish borligini ko'rsatishimiz kerak o'rtoqlar. Armiyani o'sha tomonga qarab haydashimiz kerak. Mana shunda ular ko'rishadi. Misol uchun meni o'zimda YouTube'da video chiqaraman. YouTube'da hozir sun'iy intellekt kuchaygan. Ya'ni kommentariyalarni menga o'zi to'plab beradi. Nima haqida odamlar gapiryapti, qaysi mavzu ular uchun muhimligini shunday sun'iy intellekt menga kichkina qilib ko'rsatib beradi. Qaysi mavzularga e'tibor qaratsa bo'ladi. Qaysi mavzu hozir odamlar uchun qiziq. Va o'rtoqlar, agar siz YouTube kanallariga, Instagramga, boshqa ijtimoiy tarmoqlarda o'sha Marvelni va Disneyni xabardor qilaversangiz ko'proq, bu narsa oxir-oqibat o'zining natijasini beradi. Menda hozir sizlar uchun qilib bera oladigan oxirgi narsam turibdi. Askar Sinemadan tashqari men Disneyni o'sha SNG davlatlari orasidagi lokalizatsiyasi bilan shug'ullanadigan regionalniy menejer bilan men gaplashishim mumkin. Imkon qadar men to'liq tushunarli xat yozib, hamma preimуществоlarni olib borib ko'rsatib gaplashaman u odam bilan ham. Hozir distributorlardan rozilik borligini men bildim. Endi bu yog'iga ham harakat qilaman Disneyni o'zini xodimlarini ko'ndirishga. Va siz o'rtoqlar, hozir ko'p narsa to'g'risi menga bog'liq emas. Hozir sizlar bomba tashab portatib yuborsanglar o'sha kommentariyalarni. Rosta kamiga e'tibor berisham. Misol uchun, qasoskorlarning ofitsial treyleriga kirsanglar necha mingta, minglab kommentariy bo'lib yotibdi. 10 minglab, 100 minglab bo'lmasa agar. Biz ham yetarlicha kommentariy yozishimiz kerak. Bizni ana 200-300 ta yozgan kommentariyimiz hech narsa bo'lmaydi. Qanaqadir botni qo'shishni nazarda tutmayapman. Qanaqadir g'irromchilik yo'llar bilan qilishni aytmayapman. Haqiqiy organik tirik odamlar yozgan kommentariylar kerak bizga. Bizga sizlarni aktivliginglar kerak. Postlar chiqaringlar, videolar chiqaringlar o'rtoqlar. Video chiqarish mumkin-ku, kimdir video qilsin, nimaga hech kim video qilmaydi? Menda 2 ta kontakt bor Disneydan. O'sha kontaktlar bilan men bir gaplashib ko'raman. Xudo xolasa o'xshasa, xudo xolasa dekabrda qaysi kunidaligini bilmayman, lekin qasoskorlarni ko'ramiz. Lekin do'stlar, agar o'zbekcha dublyajlar ko'proq bo'lishini xohlasanglar, iltimos faqat o'zbekcha kinoga tushinglar. Agar o'zbekcha dublyaj bo'lmasa, baribir faqat o'zbekchada ko'ringlar. Men sizlarni hech narsaga chorlaganim yo'q. Faqat mana shunaqa chuqur ma'noli gapni aytdim xolos. Bu yog'ini o'ylash o'zingizlarga havola endi. Kinoteatrlar muammosini hal qilamiz. Faqat sizlar bizga endi tushib berish muammosini hal qilib beringlar o'zbekchaga. Shunda olam guliston o'rtoqlar. Hammaga tomosha uchun rahmat, xayr, omon bo'ling.